o'tgan galgi videodan keyin juda ko'pchilik so'rashni boshladi. Hyundai Palisade aka, boshqachalaridan ham ko'rsating. Yangiroq bo'lsin yoki narxi arzonroq yoki qulayroq bo'lsin degan. Mana hozir sizlarga yana bitta Hyundai Palisade yo'llarga ko'rsatib o'tib ketaman. Bunisi juda ham boshqacha. O'tgan safargi qoraga qaraydi, lekin bunisi qoraga oq. O'zingizlar bitta ko'rib baho berasizlar. Mana ko'rsatib qo'yay. Ko'ring. Kaligrafiy bu ham Hyundai Palisade 2025-yil 4-oy qoraga mana shunaqa juda ham go'zal rangda, ichi charm o'rindiqlari, 7 kishilik 6000 km masofa bosib o'tgan shu vaqtgacha. Xo'p, sizlarga mana 3-qatorini ham ko'rsatdik. O'tgan safargi mashinada 3-qator yo'q edi. Bu bemalol 7 kishi mazza qilib o'tirib ketsa bo'ladi. Hyundai Palisade benzin 2.5 turbo motor. Ko'rinishiga mana o'zingizlar bitta baho beringlar. Hozir esa men sizlarga narxini aytaman. Arti Motors kompaniyasi Janubiy Koreyadan siz istagan nuqtaga shu avtomobillarni yetkazib berish imkoniyatiga ega. Balonlari 21-22 dilimda bo'ladi. Kumhoy ekan buniki. Bu ham original, yaxshi balondan. O'tgan safargi Tirelli edi. Mana bu tarafni sizlarga ko'rsatsam, eshiklariga mana. Wow. Juda ham ajoyib. Qarochi oq, ichi rangi oq bo'lsa, bu mashinalar tezda sotilib ketadi. Bu lekin hali turibdi-kan, agar kimdakim niyat qilib qo'ygan bo'lsa, chiroqlarga bitta e'tibor beringlar. Xudo xolasa sizga nasib qilsa videoga bitta like bosib, izohlarda o'z fikrlaringizni yozishni unutmanglar. Narxi $50,000 SIP, Andijon, Toshkent, O'zbekistonga yetib borish yo'l kiralari hammasi ichida. Arti Motors kompaniyasiga telefon qilinglar. Biz sizga ushbu avtomobilni chiroyli narxlarda yetkazib beramiz.